2200 dan baraka bo'lib ketdi. 5 bola bo'ldi. Qo'shqo'shalar mana. Akalar mana. Qo'y arzon bo'ldi aka. Buna qara. Qo'y Aka arzon. qimmat oldik biza. Yo, bo'ladi. Alloh baraka. Alloh barakasini bersin. 2200 narmani qo'shqo'shalar aka. Erta chiroqchini ko'ramiz qanday narx bo'lsin. Inshaalloh mana akalar, chiroqchini ham ko'ramiz. Xudo xolasa, bizda faqat qo'y bozori gapsiz aka, qo'zilar baraka bo'lgan joyda. Video udar bo'ladi. Mana. Mana qo'zilar bo'g'ib taylamasiz. Bularni qarab turing, bo'g'ib tashlasin. Yo, mana bachalar qarab turdi Umar, mana ular san. Mana akalar. Realni olingan joyda. 2260 mingdan baraka bo'ldi. Ha, baraka bo'ldi. Mana 2200 mana pul joyiga sanalgan joy ko'rsatamiz. Xo'sh, opson nechtadingiz? 20 dona opsoni, 14 tasi qo'shqor, qolgani urg'och, ha? Mana akalar. Akalar mana. Qo'zilar, barilar yirik keldi, akalar shoshilamiz. Kanalni ko'rib ko'rishib kelishyapti, qolavermasiz. Mana. Zo'rmiz, lekin qimmat-ku, bala. Mana baraka bo'lyapti, xolam. Qani baraka? Mana 2 million 260 mingdan baraka bo'ldi bir joyga. Hech birdan beradilar. 2 million 260 mingdan baraka bo'ldi. Oldim biron. Ha, oldi. Tasqasini oldim. Hammasi bir joyga baraka bo'ldi. 2 million 260 ming so'm. Baraka bo'ldi. 14 ta qo'shqor, qolgani bor. Rahmat, rahmat. Hozir mana Buxorodan ham jo'natib yubordik. Yaxshimisiz? Samarqand olmaysizmi? Olib keting. Setabini yo'lga qo'yasizda. Ha, Instagram, YouTube'ga qo'yamiz. Mana akalar joyiga. Bu nechidan baraka bo'lib ketdi akalar? Siz tortin. Aka nechidan oldingiz? 2500 dan. Mana. Bari urg'ochi aka 2.500 ming so'mdan baraka bo'libdi akalar. Kanalni kuzatib boramiz. YouTube'da obzor bor. Mana. Buni ham oldingizmi? Sotiladi. Hozir ichkariroq o'tamiz. Mana bu yerda akalar. Xudo xolasa. Siz sarvar deyapti. Tanlikmi, oqtashlikmi deyapti bular. Bu yerda o'tamiz. Menga qara, siz 3 dan dedingiz, qo'lingizda tayyormi? Aka, bunday qilmang, menga qara. Aka, 3 dan dedingiz, qo'lingizda tayyor. Hozir Rustamni ham bir tushiring yana. O'zilar. Ya akamiz yo'q, tushirmang. Qo'chqar aka, baribir. Aka nech bilan savdo bo'lyapti? 22 dan bo'laman. Baraka bosib beraymi o'zim? 22,5 bo'laman. Nech bil kam bo'lyapsiz aka? Ishdan bo'lsa bosaman deyapman. Hammasi qo'chqor. Erkak qo'zi qoldi. Aka, 22,5 dan buzmay. 22,5. Keng baraka. Akajon, kamini xudo bersin. Akalar nechidan baraka bo'ldi? 22,5. 2 million 200 dan mana. Urg'ochimi hammasi? Erkakmi? Mana akalar erkak ekan 2 million 200 dan baraka bo'ldi. 22 dan. Qayerga ketdi bu? Qayerga ketdi? Buxoromi? Qayerga? Surxondaryoga ketdimi aka bu xudo xolasa? Ha, Surxondaryo. Mana Surxondaryolik mehmonlarga akalar. Sonni sanang aka. Baraka bo'lib ketdi Surxondaryolik mehmonlarga. Qo'shqor akalar mana taklif qilamiz viloyatdagilarni. Mana Surxondaryolik mehmonlarga baraka bo'lib ketdi. Bu qo'shqorcha bu? Ha, urg'ochi. Urg'ochi. 2 million 500 ga baraka bo'ldi. Mana 2 million 500 ga baraka bo'ldi akalar. Akamiz o'zi mana. Xudo xolasa qayerga jo'natamiz? Adresga Mirishkor ketadi aka. Mana Mirishkorga akalar. Mirishkordan kelgan mehmonlar akalar. Mana qo'zilar raspradashi bo'lib ketdi akalar. Shoshilamiz, mayli baraka topib olgan bo'lsangiz. Mana qo'chqorchalar, to'rtta qo'chqorcha. Mana qarang. Gap eshiting, bitta ko'rib kelay bo'lmasa. Mana qarang. Bitta ishida bitta qo'chqor bor, shuni ko'raman. Voy, mana deyman. Hammasi savdo. Kelish. Ketmayman men. Farruxjon. Ketmaydi. Farruxjon bering. Agar Farruxjon. Farruxjon bering, aytganim. Men sizga yana kelin topib kelaman shu bo'lmasa. Bering 200 dan. Bering, bosing. Bo'ling mana aka, oling mana. Baraka bo'ldi 200. Shu bizni parod qilmang deyapman-da. Mana aka. Oling mana aka. Mana 2 million 300 ming so'mdan 5 ta qo'chqor baraka bo'ldi. 5 ta qo'chqor.
Baraka bo'lgan joyda. Hoca. Mana. Hoca ipot keling. Mana. Barakasini bersa, 2,5 demayman. Hiç beraman. Ikisini beraman. Top-top. İkisini bo'lmaydi. Qarang, ikkisim kamlik qiladi. Buni beraman. Mana bilan sotib lazım. 23 dan erkakni oldilar aka. Mana qo'shgan ziyatku. Qo'shgan ziyat bu. Aka aytib qo'shing deyapman aka. Men mana shay deyapman akamga. Qismda. 23 ming pul pul bilan qo'shgan. Balandroq aka. Balandlik qilmay aytib beraman deyapti. O'zi ham qo'ydi. Bo'lib turibmi? Baraka bo'lsin. Rosa men mana aytib ikkita qo'shing deyapman, yo'q deyapman. Zo'r o'sha ketdi. Siz omadsizda. Baraka bo'ldimi? Menga qarang. Top toza bo'lsa bering. Ha, jonni nomad aytmadi. 22 demay araqiling 100 qo'shin ketyapti. 22 bo'lsa hozir mayda qadar. 100 ming qo'shin. Qarang. Baraka boshqacha bo'ladi. Qo'zini qo'z boshqacha bo'ladi. Barakami? Bosdi barakami? Qaraman. 22 bo'ldi. Ikki bo'lsa bering. Bular ketdi oldik biz. Baraka bo'ldi. Ha, meni nomim. Ha, 100 mingdan qo'shmang. Arashandan ko'radi. Bular ish bilan yo'qdi arashanchalar. Arashanlarni ikkita arashanni ko'ring. Ha, Mana qulog'i. ish bilan yo'qsiz. 5 million deyapti. 5 million qo'yma. Yo'q, meni. Qo'rqdim. 8 millionga yo'q. 4 million 8 million yo'q, ha? Biroq Ya bular og'irlik qiladi-da, klientlar og'irlik Endi qiladi. buni bilgan odam oladida bundan. Klientlar og'irlik qiladi. Men bular 4 milliondan kam. Ishlarimizmi? Klientlar og'irlik qiladi-da. Klientlar og'irlik qiladi. Lochim uz, hamma yo'g'i buz. Endilikda Ramazon oyi munosabati bilan 2 million 300 ming so'm sotilgan drabilkamizni 2 million so'mdan to'liq quruq tanlanmas drabilkamizni ko'rsatib o'tamiz. Endi Makka jo'xori bormi? Bug'doy bormi? Somonlarni mayin holatga keltiradi. Mana bunday makkalarni maydalab bersangiz, mol qo'ylaring oshqozoniga qattiq tegmaydi. Endilikda sizlarga universal drabilkamizni ko'rsatib o'tamiz. Narxlari atiga 2 million so'mdan 2 million 500 ming so'mgacha. Pastda raqam qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar. Norbektor aka shuqlar. Qaysini nechi baraka deyapsiz? Savdo bo'lyapti akalar. Nechi savdo qilyapsiz aka? 6 million. Siz qancha kam berasiz? 6,5 bergan. 6,5 million. Urg'ovchimi? Erkak. Erkak 3 milliondan. 3 million kelishtirib bering kishi. Kam bor. 2 million 100 dan kam bor. Ishqol qo'shcha. Nima qilay? Baraka bo'lsa ham yo'qmi kelishtirib? Mana bu yoq ham ketdi. 3 milliondan qilibdi qo'chqorcha. Sal ushlab klient qilib bering. Ha? Dehqonchiligimiz sizniki? Bering kelishtirib bering shu kishiga. Bering. 500 ming so'm qolib tarasiga kelishtirib bering. Nech bilyapsiz buni? 18 dan so'rayapti. 1 million 800 dan qo'chqorchalar. 1 million 800 dan qo'chqorchalar mana. Mana qo'l ko'tarib qo'ying. Akalarimiz, obunachilar xudo xolasa. Akalar xudo xolasa zo'r bo'lyapti. Videoni kuzatib boramiz, degansa qo'zilar rasmlarda bo'lib ketdi. Mana akalar xudo xolasa Buxoroga 30 ta qo'zi jo'natamiz. Mehmonlarimiz kelgan. Mehmonlar ko'rib tursizlar. Videoni aniq realni olinganini YouTube'da o'tib ko'rasizlar. Bugun qo'zilar rasmladashga bo'lib ketdi. 30 dona olib solmoq. Malades akalarimiz. Olgan bo'lsangiz baraka toping akalar. Buxoroga jo'natamiz akalar. Buxoroga Andijon, Namangan, Farg'ona mehmonlar kelgan akalar. Ularni ham ko'rishamiz hozir. Savdo bo'lyapti. Boshla 1, 2, 3 og'ir. Uchalasi nechta savdo bo'lyapti? 24 qilaymiz. Ikkala ko'rsa. Bo'ldi 100 ming. Aka, nech pul kami qoldi? Keling bu yoqqa. Akani qo'shilmay beri keling. Ares nech pul qoldi? Shuni ayting. Sotib o'tib Shu uchiraga dehqonchimi? Aresga nech pul qoldi aka? Aramizni ish bo'la qolmadi, 300 ming qoladi. 300 ming qo'yaptimi? 28 dan bering dedim. 5 million bo'lsa oling dedim. Bu kishi nech pul so'rayaptilar hozir? 4 million 700 so'rayapti. 300 ming so'm. bering bo'ldi. Qarang, 700 bo'lsa. qarang. Qochirmang, kelishtirib bering akamizga. Berayapman aka. Men 5 ta qo'y sotib berdim hozir qo'yni. To'g'risi aytdi, dalollik pul olganim yo'q. To'g'risini aytaman, real sotib beraman. Sotib beraman aka. 700 beraman. Men sizga qarab to'g'ri aytdim, lekin undan yana bitta olaman. Mana ikkita. Qo'chqormi bu?
Urg'ochimi? Urg'ochi. 4700 akamizda ketib qoldi. Aka qo'shib ko'ring. Yo'q, qo'shib. Aka, mard keluvchi. Aka. O'zi arazga ishlama qilmabdi. 200 ming so'm qolibdi. Yo'q aka, mana uni 26 so'rayapti. Bu ara qochirmang, beraring, kelishtiring. Barakasi bersin, yo'q. Bering, beraring. Olasizmi, olmay qarab. Bu kishi 200 ming o'tasiz deyaptilar. Yo'q, yetdi beradi. Aka, men to'g'ridan to'g'ri kelaman. Uni ketib sotaman. Aka, bering mana. Mana baraka bo'ldi. Aka, yana bitta savdo baraka bo'ldi. Mana 4700 baraka. 3 tasi, ha? 2 tasi mana. 4700 ga baraka bo'ldi mana. Pul olingan joyda realni akalar. Xudo xolasa, bizni kanalni kuzatib borasizlar, Nodirbek Trafik kanalida. Aka, shuni oldingizmi? Nech pul oldingiz aka? 3 million Qo'chqorcha. Ha, Urg'och 3 million 600 ming so'mga to'g'ri bo'lsa, baraka 3 million. Mayli, barakasini bersin akalar mana. Olingan joyda realni ko'rsatamiz akalar. 3 million 600 ming so'm bo'g'oz qo'shcha. Aka, bu necha oldingiz? Sotamizmi? Necha sotamiz? 7,5 million. Oldingizmi? Aka, bularni necha puldan oldingiz? Aka, necha? 13 million. 4 ta. 13 millionga mana ona bola 4 tasi baraka bo'libdi, ona bola. Balachi Qo'chqormi, Urg'ochimi? Urg'ochiga Qo'chqorcha mana. 13 million. Mana bittasi Qo'chqor. Ha, mana. Akalar, biza hozir olingan joyda realni ko'rsatamiz. Bu ham baraka bo'ldimi? Tortib ketyapsiz qo'zilarni. Yo'q, sotiladi. Sotiladi. Mana. Olingan joydan qidiralib qani? Qo'ylar rasbradashga bo'lib ketdi akalar. Bozor zo'r avjida mana. Ona bola nechidan boq qo'yapsiz aka? Aka, ona bolalar bir joyga 9 dan kam bor. Egiz bor. Ha, egiz ekan 9 ming ekan bor deyapsiz. Akamizdan suvdagi sotyapti. Malades aka. Qarang, bozorga nechiga bermas realni? Realni bozor uchalasi 20 million so'rayapti. Uchalasi 20 million. 1 2 3 4 5 6 7 8 dona bilan olib soni. 20 millionga bermadingiz. 7,5 milliondan. Nechta tuqqan bu? Egiz ikkitasi bitta tuqqan. Ikkitasi tuqqan mana. 20 millionga berilmabdi. Olib soni 3 ga 6 9 dona bo'ladi. 9 dona mana akalar. 20 million. Yomon emas. Mayli aka, barakasini bersin deymiz. Bizlar so'rab ketaveramiz. Narxi olingan, sotilganlar narxi. Bu tarafda ham shov-shuv bo'lib ketyapti. Mana. Aka, Qo'chqor baraka bo'ldimi? Necha baraka bo'ldi aka shu Qo'chqoringiz? 4 million. Mana 4 millionga Qo'chqor baraka bo'ldi akalar. 4 millionga. Oldini bir ko'rib so'raymi? 4 millionga. YouTube'ga chiqaramizmi? Chiqaramiz. 4 millionga baraka bo'ldi akalar. Bular sotilmadi. Akalar o'z baraka bo'lgan joylarni olib ketaveramiz, xudo xolasa mana. Aylanib, bu yoqda olibdimchilar. Bu yoqda ham savdo bo'lyapti akalar mana. Va zo'rlab chiqib kelyapti. Ma'qul bo'lsa, Aka, o'kam, nechidan so'radingiz aka? 27 ta barraga 60 million so'radi. Shunday. Ana u, yo'q siz ayting-da aka. Beribman, bataman buni, men ko'rdim. Shuncha beraman deng. Siz ayting. Shunday olib qo'yasiz aka, yemga urganib bitgan ekan. 100 ming so'm o'taman deyaptilar. Yemga. 11 ta urg'och. 2 million 250 ming so'mdan bo'lyapti akalar, bermay turibdilar mana. Ekinlik rahmat dedim mol asal jamoa. Qarshi Karvon mol bozori kabiz. Akalar, xudo xohlasa bugun 15-fevral sanasi kuni videolarni ko'rib turasizlar. Xo'sh, bu nechta urg'ochisi, nechta Qo'chqorchami? Nechta urg'ochisi? 9 ta montarg'achisi bor aka. 9 ta. Bari Qo'chqor. 27 tadan. 27 dan bo'lishini qilib berasizmi? Aka, kelishtirib beramiz, kelishtirib maqsadim. Yegasizmi? 60 million. Kattada men ukam, men katta, yana bitta katta bor. Bitta katta. Qo'rg'on bizdek kelganda, hozir bitta Andijon partiya turibdi o'qiyapti. Ular boshqasi olaman deyapti-da, sog'liq olaman deb. Barashka olaman deyapti, kelishib bersa jo'nat olasiz mehmonga. Siz ayting, Nodir aka shuncha bo'ladi. Ha, siz ayting, men kanalimga kelganda, misolchi mana bu yerga qarang. Bu yerga misolchi mana qo'zilar ham bor-da. Mana qo'zilar aka 20 kun bo'lgani mana qo'zilar. Bular hammasi kepa yeydimi? Ha? Hammasi kepa yeydi? Hammasi kepa. Mana qo'zilar aka 1 oy bo'lgani mana shu qo'zilar. Mana shu qo'zilar.
Maydagina tut ko'rdim. 21-22. Bura bo'lgan yo'q. Mana qizil ko'zlar kelishga oladi. Akalar xudo xohlasa bizni Qarshi mol bozoriga bizni mana bu qo'rdan mehmonlar kelgan. O savdo qilishyapti 2220 ming so'mdan bermayapti. 60 million yana 1 million qo'shib. 61 million bo'lyapti. Aka qancha yetib boramiz tillariga? Kaltingizni ish pul qoldi. Kaltni ayting, ochishga harakat qiling. Dangal so'rang sotiladi aka. Dangal aytdim. Siz aka hozir juda neklik pastda yuribsiz. Bo'nta urg'ochi 10 ta. Hammasini bir joyga so'raydi. Nechidan? 23dan 61 millionga beraman. 61 million. Aka ishtini so'rang, ishtini. 61 million olasiz. Bu ham bir uyda. Nesh puldan? Shuncha pul olib keldim desa keyin 2 million 300 dan to'g'ri kelyapti. 300dan bir. Ishtin so'rang aka, ishtin. 2 million 300 dan bo'lyapti akalar, qo'zili savdo. 2 million 300 dan bo'lyapti, 2 million 300 dan. Bu qo'zichalarni ish bilyapsiz aka, bu qo'zichalarni. Assalomu alaykum. Qo'zichalarni bir joyga 28 dan. 2 million 800 dan. Qo'rqib ko'rmang, kelishtiring odamni. Kelishgan sizlar. Nech puldan so'radi akamiz? Aka? Nech puldan so'rabdi akalar bular? Nech puldan so'rabdi akamiz? Har xil savdo bo'ladi. Nech pul misol uchun? 2 million 400 million bo'ladi. Bermay turibsiz. Buni nechta urg'och, nechta qo'chqor bilan? 9 ta erkak, 7 ta urg'och. 7 ta urg'och, ha? 30 santimetrdan 40 santimetr ekan balandlik qo'ysa, akalar mana. Qashqaro mol bozoriga 2 million 400 dan bermay turibdi bular. Qo'zichalar. Xudo xolasa qo'zilarni ko'rsatamiz. Ular 2,5 million. Akalar xudo xolasa qo'zilarni ko'rsatamiz bu yoqdalar. Bularni ish bilan deyapsizlar bular. 3 milliondan aka bir joyga. 3 milliondan. Kami qancha bo'lyapti? 28 ming beramiz. 2 million 800 ming beraverasiz. Urg'ochi nechta urg'och, nechta qo'chqorlar? 2 ta urg'ochisi bor. 2 ta urg'och qolgan qo'chqorcha bo'lar. Bular sizga olib kelaymi klientlar? Yaxshimisiz, zo'rmisiz, charchimisiz? Maydalar nech pul? Maydalar 2,5 kam bor aka. Kamdan kam bor. Kam bor deyish. Qo'chqormi, urg'ochmi? Aralash aka. Aralash. Qo'chqormi urg'ochmi aka. Aralash. Kami qancha? Kami sizdan aka. Real 22 dan qilyapti bu da. 23 dan beraman deb. 23 tamizni beraveraman de. Buni nechta qo'rqoq? Nechta qo'rqoq, nechta urg'och? 5 ta qo'shib 5 urg'och aka bu. 50. 50. Nech bilan to'g'rilyapti? Real 22 dan qilyapti, demaydi. Bizga nech bilan berasiz? Bizga nech bilan berasiz? Ular 23 dan beraman. Qo'shinglar ekan. 23 dan ketadi. 23 dan ketadi. Sal balandmi? O'z sifat bo'ladi. Garantiyami? Garantiya, bu Xo'sh, o'rtoqlar, xudo xolasa bizza Qashqadaryo viloyat Gulshan mahallasida mana akamiz Andijondan mehmon bo'lib kelganlar. 600 kvadratli ob'ekt olgan qo'yxona, molxona yasaman deganlar uchun taklif etib qolamiz. Narx-navo kelsa akamiz o'zlaridan so'raymiz. Mahsulotlar mana konteyner mahsulotlari. Xudo xolasa o'sha uyga o'tirgan joyingizdan zakaz qilsangiz bo'ladi. Akajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Charchamayapsiz? Kayfiyatlar zo'rmi? Nazaringdan ko'taring. Videoni bomba qilamiz, narxlan bomba qilamiz. O'zingiz narxni o'tirib bitta gapiravering. Narx-navolarimiz aka 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha obyektni holatiga qarab turib narx-navolarimiz chiqaradi. Bu obyektimiz 200 ming so'mdan chiqyapti. Ha, 200 ming so'mdan chiqadi bu obyektga, ha? 200 ming so'mning ichiga material, usta haqqi, yo'l kira xarajatlari, Hammasi ichida. ustanovka tunkasini olib beradi, qotirib berishimiz ham kiradi aka. Ha, qotirib berishim kerak. Uy egasi ortiqcha ustani qayerdan topaman, materialni qayerdan olaman degan boshqa xotirim bo'lmaydi. Obyekt topshiradi, obyekt qabul qilib oladi aka. Ana, o'rtoqlar, e'tibor bo'lamiz. Hozir biz Qashqadaryoda bu akamiz Andijondan firmachilar kelgan. O'tirasiz, turgan joyga telefondan zakaz qilasiz, to'g'rimi? Aka, men shunda 100 kvadratlik obyektim bor deysiz, shuni molxona qurishim kerak deysiz. Bu akalarimiz sizga tashlashadi, Telegram orqali, to'g'rimi? Mahsulotdan tashladi. Kelib ustida obyektning ustida hisob-kitob qilib, ma'qul kelsa ishlaymiz, ma'qul kelmasa qaytib ketamiz. Nech pul baraka bilan qo'shqo'sham o'zi? 3 million 800 ming so'm. Ana 3 million 800 ming. 4 million berilmagan, 3 million 800 sotib bayotishga. Bayotishga beraversiz. Mana 3 million 800 ming so'm bitta qo'shqo'cha baraka. Mana pul realni akamizniki. Mashinasini ham Dilmurod deydi ismini. Akamiz qo'rqitib o'rmaydi, mana puli joyiga sanalibdi. O'sha rost qo'sh chiqarib beraveradi. Qo'shqo'cha. Akalar, biz realni bo'lyapti videomiz, faqat olingan baraka bo'lgan video qilamiz. Ha, shunda. Bunda olchot qilmaymiz, konkretni mana. Qarshi mol bozor kelaverasizlar. Xudo xolasa bugun 5 ta mehmon keldi viloyatdan. Olib keldik mana. Bu baraka bo'ldimi akalar?
Nechidan maraka bo'ldi? 3900 dan. Nima bu g'ozmi bu? Ya erkak tug'oldi. Qo'shqor deydi. Qiziqali bo'lishi kerak-ku bar, to'g'rimi? Qiziqali bo'lishi kerak-ku. Ha, mayli edi shu. Qo'shqor ekan akalar. Bu balandlik ko'rib turibsizlar. 70 dan baland 80 kg tortadi. 3900 ming so'mdan baraka bo'libdi. 3900 ming so'mdan mana baraka bo'lgan joyda qo'shqorlar akalar. Bu balandlik bir xil emas akalar. YouTube'da o'tib kuzatamiz, fonlarni obzorlar chiqaramiz. 3900 dan baraka bo'lgan. Haftaga shambatimda tatay qasigan. Tekis 3900 ketdimi? Ana. Mana qo'shqor qochib ketdi, qo'shqor. Qanday bayram? Mana ichoring endi, hammasi ichoring. Akalar mana xudo xolasa baraka, xayr baraka bo'ldi. Xudo xolasa mana. Biza baraka qilib yubordik. 1.8 mana joyga alyuminiydan reallik yo'lashi mana. Mana bu yoqda baraka bo'lgan joyda. Kuzatib borasiz kanalda realni video bo'lyapti akalar. Akalar mana xudo xolasa baraka, xayr baraka bo'ldi. Xudo xolasa mana. Biza baraka qilib yubordik. 1.8 mana joyga alyuminiydan reallik yo'lashi mana. Mana bu yoqda baraka bo'lgan joyda. Kuzatib borasiz kanalda realni video bo'lyapti akalar. Sizchalar akalar xudo xolasa. Ish bilan yo'q qo'ysin aka, assalomu alaykum. 2 million yo'qsiz. 2 milliondan. 2 million deb ham 2 milliondan. kelishtirib beraman. Nechi pul berasiz kelishtirib? Kelishamiz aka. Buni nechta urg'och, nechta qo'shqorcha? 50 keldik. 50 keldi. Bir joy bozor nechdan so'radi? 2 million so'rayapti. Bermas 2 millionni so'radi. Bermadi. Qayerdiki manzil? G'uzordiki. Biz hozir Buxorodan mehmonlar olib kelganmiz, hozir 3 ta qo'shqor oldik, bugun xudo hozir 50 ta olib jo'natib yuboramiz. Mana akalar, o'zingizlarga baho berasizlar, barilar yili keldi, Buxorodan olib kelib yaqashadi, bilasizki. Mana shular. Qo'shqorchilar baraka bo'ldi. O'zingizlarga baho berasizlar. Bu hozir ushlab turing, ketib qolmasinlar. Mana bu yoqdan so'raymiz hozir. Mana aka. Aka bu ko'zichalar nech bilan bo'ldi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Yaxshimisiz? Mana ko'zichalar. Nech bilan deysiz aka bularni? 2 million. Qo'rqitvormayman unda. Yuradi zoqmang. 2 million. Bozor nech qilib bozor aka? Bozor 14.5 lira bermadi. Qanchaga tamam? Mana akalar. Ha so'raymiz. Tashqarida bir ikkita Buni ish bilyapsiz akam buni. 3 dan deyman so'raysiz aka. So'rashimiz nech bildi? So'rashi 2 yardan so'rayapti mana aka. olmasam ko'karmayman deb Qaysam Erkak qazaq. bu kishi so'rayaptilar. So'rayapti. Kimlar kizdan? Karmilon. Qayerda qo'zilarimi? Qayerda qo'zilari? Zo'r dekonot. Zo'r Dehqonobod qo'zilari. Nechidan berasiz? Ama kelishtirib beraman. Erkak ko'zini qarangman. Erkak qo'zichalar. Besh pul so'rayapsiz aka ikkalasi. 5 million 700 ikkalasi. 5 million 700. Xalqqa otdi. 5 million 700 ming aka 5 million 700 so'rabdilar. 5 million 700 ikkalasi mana. Ikkita qo'zicha. Bu urg'ochimi nimadi bu? 7 million deyapti. Ikkalasi 7 million deyapti-da. 7 million. Bo'ldi 6 million. Mana akalar, xudo xolasa, ko'zinglar savdo bo'lyapti. Ara o'zga ishtimi qolmabdi aka, kelishtirib bering-ey. Bor aytdingizmi men? Odam shularsan arzon. Bular nechta qo'shqor, nechta urg'och aka? Bularga 15 dan 10 ta beryapman. 10 ta erkak 15 ta. Nega yaxshi narx bo'pti, bering aka. Ha? 1 million 900 1 million 950 ming so'mdan. 2 milliondan 100 o'tyapti. 10 ming o'tyapti. 2 milliondan 100 o'tyapti. Bu kishi baravar beryaptilar. 1 million 900. Aka berib yuboring. Bu ana azob bermang. Bering. Shuna. Bu qarang, hozir ming qilyapti. Xotin. Maoshi pulni. Men to'layman, to'g'ri, maoshi pulni. O'zi qanchaga to'laysan? Ey, shunga Orzu oldi. Yaqin ekan, orzuni oldi, yaqin. Chiqsa 5 kilometr ham chiqmaydi. Hurmatingizga men eshitdim, bir og'iz gap. 2 mingdan berasiz, oling. Gap 10 ming puldan emas.
Ben muhabbeti o'zim beraman. Toza bo'ldiki, muhabbeti men bilan bo'ldiki, olgan o'z bilasiz. Olmay, hurmatingizga qo'yaman. Chegini ham o'tasizmi? Çekin oradan çok. Chek bu. Ko'ryapmi? Chegin nechi bilan? 10 ming bilan, 15 ming bilan. Bilmaymi degan chekni nechi? Yo'q, boshim pulni qo'yib olyapti. Chekini beraymi? Nech bilan deyapsiz bu? 2 milliondan. 2 million toza bo'lyapti. 100 o'tyaptilar. 10 bin yapma 100 bin. 1 million 900 dan, ha? Aka kelishtirib bering bo'ldi. 2 milliondan 10 ming o'tib ber deyapsiz. Oxirgi 100 ming so'm. Yana boshim tag'itadi. Ben ko'ryapti bu 19 dan. 1 million 900 dan. O bilmay, voya bir keldi 19 so'm ketdi. Hozir menga 19 ham dedi. 30 mingdan qo'shdi men dedi. 80 dan dedi. Gap gapirgan yo'q ha. Ana qo'shchalar. Akalar Addinni qo'zaman. Kimman? Aka, Addinni ishlarni avramasmi? kelishtirib bir berib yuboring. Kelishtirib bu aga berib yuboring aka. Savdoni. Ye, bering bu. Hayır qarada, oxirgi marta gapirma, erta berasan. 50 ming o'tasanmi? Endi nomard bo'lmadi bering aka. Ya qara sen o'yinchi olmasan sen. Baba, men bilyapman. No. Ota. Men o'tdingiz. Yolg'on gap. Yolg'on gapirma. Yo'q. Zo'day. Opsoni qancha to'g'ri bo'ladi? Narxi nechi pul bo'lish turishi? 50 ming o'tgan. Baba aytsinmi? Sizga aytingiz, men o'yin qilyapman bo'lsa meni. 10 ming o'tdingiz menga qo'ya. Ova. 10 ming 100 ming farqi borasanmi yo'qmi? Odam o'yin qilyapti. Mana akalar. 50 ming o'tgan har bittasida. 2 milliondan 1 million 950 dan bo'lyapti baraka. Akamning ko'ngli 2 million turishi. Bir joyga. 2 million baraka deyapti. Bo'lsa shu bo'jondan kasb demay hozir. Olsangiz shu. Nima o'tasan qayerga? Men sizga o'talayim bu. Olsangiz shu. Hurmatingizga. Chekini o'tib bering ham Chekib shunday tak ham beradi. Olsangiz bu shu. Hurmatingizga. Olmasangiz yo'q dengda. Mana 1 million 800 ming so'mdan baraka bo'ldi 5 ta qo'zi chiqardi. Akamiz o'zlari mana joyiga pul sananyapti. Kuzatib boramiz efirda akansa. Nima bo'lgan arangizga? Yana nima bo'lyapti? 8 million 540 ming. Akajon, Ona bilan nech bilan savdo bo'lyapti? 5,5 million aka mana shu. Mana 5. Ona bilan 5,5 million. Shu bozorda biz ish qilib 80% odam taniydi, shunisiga ham rahmat mana akalar. Qara bu nechinchi qorin bu? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. Nech pul kam qoldi yos bu? Aramizda 500 ming pul. 500 ming pul qoldi. Balachas urg'ochimi? Balachas urg'ochi ekan, kelishtirib bering. Qo'chqorcha bo'lsa edi? Qo'chqorcha bo'lsa edi. U boshqa gapi. Sal qimmat ketadi 200-300 ming so'm. Qo'chqorcha bo'lsa. Mana akalar, ona bola. Mana yutga. Yoshroq ko'ngil, nimachasi yoshroq ekan, nechta tuqqan bu? Ikkinchi balasi. Ikkinchi balasi ekan, sal yoshroq ekan. Qorni yana balasi bo'm deymiz, sal nima turibdi. Yana qo'chqordan chiqib ketgan bo'lsa, Yana ketdi, olgan odam baraka topadi bala. Mana akalar. Akalar, xudo xolasa mana ona bolaga baho berasizlar. 500 ming so'm kam qoldi deyapsan. ha, Rossiyada yigitlar ham ko'radi mana. Salom deb qo'ying, agar Rossiyadagi nimalarsiz Rossiyada bo'lsa, yigitlar ham ko'radi. Barbarakadan kelsin. bizni kanal hamma ko'radi. Barbarakadan mana. Bizda 3 ta qo'chqorcha baraka bo'lib ketdi. Mana realni pul olingan joyda. Takaza sifatida xudo xolasa Buxoroga jo'natib olamiz. 3 ta qo'chqorcha. Endi bu ko'rib turibsizlar? Mana. Endi borini sizdan olgani baraka. Endi dehqonlardan yulib olamizmi deb bunaqa qilib ola? Shuna qilamizmi deb mana. Mana akalar. Layklar bosib gumillatasiz, bugungi sanamiz 15-fevral sanasi xudo xolasa. 6 million qo'limaylar. Navisga olib borasiz, bog'lab qo'yasiz. Bu keyin buni bir joyga Addinni olib ketamiz. Xohlasangiz yuring olib borishaman. 2 million 500 dan baraka bo'ldi qo'chqorchalar. 3 ta qo'chqorcha. Buni tekshirib ko'rdingizmi aka? Bu qo'chqorchami? Qo'chqor. Hammasi qo'chqormi? Siz bular aka, mehmonlar, men prosta syomka qilgan sababim ertaga misol bir narsa bo'lsa ham biz orqali kelishganda. Amak, mana ipini berib keling. Men ipang undan kam so'raman. Mana beraman. Mana